Assalomu alaykum. Men Jizzax shahridan kelganman. Bu yerda bir necha marta davolandim. Aram klinikasi o'zini yaxshi mutaxassislari bilan hozir nafaqat respublikamizda va balkim qo'shni respublikalarda ham o'z obro' e'tiborini topmoqda. Negaki bu yerda juda ham malakali shifokorlar ishlaydi. Bu safargi mening Aram klinikasiga kelishimga bo'lgan sabab surunkali bronxial astmadan qiynaldim va shifokorim Muxtorov Sherzodjonga murojaat qildim. Bugungi kunda muolajalar davom etmoqda. Sherzodjon o'zini eng yaxshi, eng yangi innovatsion usullari bilan bemorlarni davolamoqda. Bemorlar safida qarasangiz, O'zbekistonlik ham bor, Qirg'izistondan ham, Qozog'istondan ham, Tojikistondan ham bor. Yosh chaqaloqdan tortib, keksayib qolgan yosh qarilargacha bor. Sababi Sherzodjon mana shu dardning, allergiyaga xos bo'lgan hamma jihatlarini davolab, o'zining yangi metodlari bilan obro' topmoqda va unga yondosh bo'lib turgan barcha tibbiyot xodimlari, mana yordamchilar Dilshoda Oy va mana shu muolaja davomida yordam qiladigan hamshiralar, ingalyatsiya va kislorod bilan ta'minlaydigan hamshiralar va yuqori etajda statsionar lecheniya davolanishda xizmat ko'rsatadigan barcha tibbiyot xodimlari faqat bitta maslak yo'lida, u ham bo'lsa elimiz va yurtimizning fuqarolariga, shu bilan birga murojaat qilgan boshqa davlatlarning fuqarolariga ham sidqidildan tibbiyot yordamini ko'rsatish. Xudo xohlasa, niyatim juda ham ulug', yaxshi bo'lib ketib, men ham vatanimga, o'zimning auditoriya talabalarimga xizmat qilaman deb ishonaman.